Hammaga salom. Men qishloq tur bilan bo'lgan sayohatimni sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Qishloq havosi addenli tema. Hozirda neta borib mayli. Birinchi bo'lib 5 yulduzli mehmonxonaga joylashamiz. Nimagadir kunduz kunligi uchunmi yulduzlari ko'rinmayapti. Eshikni ochamiz, xavfsizlik xizmatiga lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Chamadanim o'g'irligi uchun ekskavatorda tepaga ko'tarib oldim. Menga mana shunaqa 2 kishilik lyuks xona berdi. Yumshoqqina karavot. Unchalik yumshoq emas ekan, darini ichib ozgina dam olamiz. Shunday kuling. Shunda chiroyli bolani oldib turibsiz, voy. Hamma chiroyli qiz oldida turibsiz, Mirza. Siz Shohruxxonni oldida turibsiz, Bollywood yulduzi, voy. Zaram yo'qotib qo'ydim, men yangi zara topdim, men rasmga chiqamiz. Men necha marta aytdim, ko'chada yurmaz dars payt. Voy. Darsim yo'q, men tretий pара нет у нас. Dars yo'q, nima uyga ketmading? Voy. Men aytdimmi, ma'mur ko'kirbashkalik dugonim bilan yurmadi? Siz o'zingiz aytdingiz-ku, kutib turdim. Bu ko'p ovqat yeydi, semirtirib yuboryapti seni. Спасибо. Sen borsanki, men borman. Qilib qo'yding o'zingga mashg'ul, muhabbating bunchalar zo'ra, azobingga chidamoq ma'qul, sendan kechib ketgandan ko'ra. Sog'inchlaring ko'zim qilar nam, o'zgasini quchar bo'lsam ham, o'zing bilan o'tay malikam, sendan kechib ketgandan ko'ra. Hayotimni etgandeksan hal, yiqilaman kechganim mahal. Bag'ringda jon berganim afzal, sendan kechib ketgandan ko'ra. Tugamaydi savollar jangi, tug'iladi yangidan yangi. O'chib ketsin dunyoning rangi, sendan kechib ketgandan ko'ra. Tomchi tomchi gul bargida shabnam beg'ubor. O'sha qizga men javob she'rini yozib keldim bugun. Shuni ijro qilib bermoqchiman. Marhamat. Tasodiflar ko'pdir dunyoda, g'am chekmagin o'ylama zinhor. Uchrashmaslik taqdir bo'lmasa, ayt sevgimni qilaymi izhor. Sen qayda-yu men qayda deding. Bo'lolmaydi oy quyosh ayro, samolarda oq qushlar kabi uchayapmiz baxtlimiz go'yo. Uchrashardi daryoga daryo, qalblar ketar bir kun to'qnashib. Agar qalbing istasa meni, borar edim davollar oshib. Sen taqdirga ishonmaysanmi? Axir buni deydilar taqdir. Taqdirimga yozilgan bo'lsang, bu azizam albatta taqdir. Kerak aytganida, esingizda bo'lsa, Tasodiflar yo'q bu dunyoda. Uchrashmadik ikkimiz bekor, Allohimning rejalarida biz anglamas buyuk hikmat bor. Taqdir azizim degan. O'sha qizga men javob she'rini yozib keldim bugun. Shuni ijro qilib bermoqchiman. Marhamat. Tasodiflar ko'pdir dunyoda, g'am chekmagin o'ylama zinhor. Uchrashmaslik taqdir bo'lmasa, ayt sevgimni qilaymi izhor. Sen qayda-yu men qayda deding. Bo'lolmaydi oy quyosh ayro, samolarda oq qushlar kabi uchayapmiz baxtlimiz go'yo. Uchrashardi daryoga daryo, qalblar ketar bir kun to'qnashib.